أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أما بعد bugünkü dersimiz mineşşuyuhi ve şübben yaşanğanlardan yaşlarga hitap diýilmekdir. Hazır yaşanğanlar yaşlarga hitap bolýar. La nastati'u an nunkira aleykum ma'şaral abna. Farzandlar cemaati biz sizlerden eyplep gitmeýmiz diýdi. Onunğa köz yumanmaýmyz diýilmi? La nastati'u an nunkir degeni onunğa köz yumanmaýmyz. Onu etiraf kılmaz yani. Enne şebabekum a'zamu kuvveten ve neşata. Sizlerinin yaşlığınlarmış, kıran davranlar, kuch kuvvet, faaliyet cihetin, hareket cihetin bizninki qaraganda katta. Ve ab'adu himmeten. Himmet cihetin mu jiraqni, yuqur narsini ko'zlaydigan himmet basilda. Ve aqwa azimeten. İrade, belvaglash cihetin mu texmo kuchli irade var. Min şeyhuhatina bizning qirliqimizni qaraganda deydi. Chikin selishtirib o'tadi. Wa anna aydiyana ash-shahibatal ma'ruqata lam ta'ud tastati'u an tasila ila ma tasilu ilayhi aydikumul fatiyatul muqtadira. Shahiba. Ash-shahiba ungab ketgan yani. Xata. Shiroyi ungab ketgan, tutuq bo'lgan mush qo'llarimiz qo'rib baskan qo'llarimiz gendek. El-ma'ruqa degan qo'rib baskan degan bo'lishi mumkin. Yoki adras qismida tarakizgan degandek bo'lishi mumkin. Ma'ruq. Sizlarning iqtidorliq va yosh qo'llaringlar yetadigan yerga yetmaydigan bo'lib qoldi. El-fatiyya degan yosh. Shun fata deymiz-ku, yigit. Muqtadira iqtidorliq. وأن آراءكم وأفكاركم وجميع تصوراتكم وآمالكم التي تتكون بها شبوبتكم أكثر حدة وحرارة. Sizlerinin yaşlığınla terkip tapıdığın, nimeden terkip tapıdı yaşlıq? Ümit, yeni tasavvurat ve yeni fikir, yeni qarashlardan terkip tapıdı. Muşunga qaraganda sizlerinin yaşlığın terkip tapgan aşı narsalar ekteru hiddeten ve harara. Bizim ahvalımız qaraganda texmo keskin ve texmo qizziq, qizg'in. Hidda degan keskinlik, chasliq yoki bunda qat'iylik. Ve ab'adu g'awran ve umqa. G'awr deganmi cho'nqurliq, umqula o'xshash. Biz burun sabril g'awr dedik-ku, cho'nqurliq. Suratul mulkma ma'akum g'awran ve cho'nqur demakchi. G'awr degan. Shun g'ar deganmi, chikamamida cho'nqur nimni g'ar deymiz. Yani tigi aşında mezmunlar etrafında çöğüleydim. Çıkava çoğunqur şirketken şundan. Min araina ve tasavvuratina. Bizning qarashlarimiz, bizning tasavvurlarimiz qaraganda texmi aşında keskin ve qizg'in bo'ladi sizninki. Bunda bo'lgan ekan, yoshliqlarning sizlardagi harakatchanlik, faoliyatchan, kuch, himmatni biz inkor qilmaymiz, ko'z yummaymiz. Sizlar aşında alohidliklar bor. وَلَكِنَّ الَّذِي نُنْكِرُهُ عَلَيْكُمْ. Lekin biz sizlarning qilmishinlardan biz ayıplaydigini, yani nunkiruhu degini, ayıplaydigini ve na'tibu alaykum fihi ashaddal atbi, yoki atabi. Biz sizlarga qattiq tapinmalamat qildigan, kaydigan taraf shuki va zirayatukum alayna. Ziraya degan zara degan kelgan. Ayıplash yoki mensitmaslik, ko'zgilmaslik. Bizni sizlar ko'zgilmaysizlar. Vahtiqarukum lana. Bizni tuvan ko'risizlar. Varamyukum iyana bil jumud marra. Bizni ba'zida bu bunda kallis qatib qolgan xalqlar deb qarilaysizlar. Ram degan o'sha qarilash yoki ayblaysizlar. Val xawfi marratan ukhra. Qo'rqinjaqlar bular. Qo'rqidi deb ayblaysizlar. Kullama ixtalafna ma'akum. Sizlar bilan ko'z qarashda boshqacha ko'z qarash bo'lib qolsaqlam, shunda deb ayblaysizlar bizlarni. Bir ish qilmasdan aldiraqsonlik qilmanglar, tantaklik qilmanglar, keyin chataq chiqdi desa, qo'rqinjaq ular yoki ketib qolgan xalqlar bu deb bunda ayblaysizlar. Kama annana nan'a alaykum kibriyaakum wa khuyalaakum. Nan'a alaykum deganmi? Na'a alayhi degan bu ayblidi deyman. Shundaqla biz sizlarni takabburliqinglardan, hakavrliqinglardan sizlarni aytlaymiz. Kibriya vel khuyala mustakabbur, hakavrlik. Ve i'tidadakum bi anfusikum hada al-i'tidad al-azim. O'zingizga qattiq tamanno qo'yib, o'zingizni cho'ng bo'lib ketish. Bizga unda qilamiz deb, unda o'zingizni cho'ng bo'lib ketishinglarni aytlaymiz.
i'tadda bi nafsihi degan o'zi qattiq ishonch qiladi. Buni qilib o'tmas, manda qilib o'tmas deb nima qilgan i'tadda bi nafs. Allazi yukhayyalu ilaykum ma'ahu bu shu takabburlikingga, kavurlikingga, o'zingizga bo'lgan tamanna ishonch bilan sizlarning kallangizda shunday xiyol kelib qoladi deydi. أن هذه الألوان الجميلة التي تتلون بها حياتكم الحاضرة حاضرك حياة الله تسلنجن تتلون بها رنگلنجن مش چرayliq رنگارنگ رنگلا إنما هي خاصة بكم sizlar o'zingizlarga xos deb o'yinda xiyol kelib qoladi. Va vaqfun alaykum boshqalar faqat buningdan bahramand bo'lmaydigan sizlar foydalanadigan bir narsadek. Sizlar foydalanishinglar xos bekitilib qo'ygan narsadek deydi. Vaqfun alaykum degani shu. Odatda islomda vaqf tuzum bormi? Shuningdan bunda iborat so'ralgan. Vaqfu ala kaza. O'quvchilar ham foydalansinmi uydan desa, vaqf ala tullab bo'ldi. Namratlar foydalansin, namratlar falan jutlar foydalansin degan vaqf bo'lsa, vaqf ala qavmun maxsusin bu. Ya'ni vaqfun alaykum degani xuddi sizlarga ham vaqf qilib qo'yilgan. Sizlar ham foydalanadigan buni, boshqalar foydalanmaydigandek menda o'ylaysizlar degan. Lam tamurra bi asrin ghayr asrikum bu güzel ranglar sizlarning asringlardan, sizlarning davringlardan boshqa davrda xuddi unda o'tib boqmagandek, yo'qdi kerak. Va lam yazhu biha shababun ghayru shababikum. Zahid gamunati güzel, chiroyli qilib ketgan eman. Sizlarning yoshliqlardan boshqa burunqi yoshliqlar faqatlam uning bilan go'zal bo'lib boqmagandek. Va annakum antum ashabul fadl awwal fi ibtikariha. Mush rangarang, mush yangiliklar, shunda chiroyli naslning o'ttirib chiqarishda, ijodiyatida xuddi sizlar butun fazllar sizlarga qaytadigandak. Xuddi sizlar buni paydo qilgandagidek, shunda o'ylaysizlar deydi. Masalan, internet, bu Twitter, Facebook deymiz-ku. Biz bunda no'chinasini hozir o'tirib ishlatamiz deb yosh bolamda o'zini cho'ng bo'lishi mumkin. Bu kompyuter ishini bilmaydi ama qaradan. Ya Facebook deganini bilmaydi, email ishini bilmaydi deb balkimda qarib qolganini burun yosh vaqtida kompyuter ya internet tor binasi yo'q odamni ko'zga ilmaslik mumkin. Shundaymi? ولو أنكم استطعتم أن تحملوا أنفسكم على الروية والأنات navada sizlar o'zinglarni texmi salmoqliq va o'zni tutib oladigan temkinlikka majburlay olgan bo'lsanglar, raviya o'zni tutilish, salmoqliq, al-ana deganmi shunda. Shu hadisda al-ajalatu minash-shayton va at-ta'anni minalloh deb. Al-ajalga aldiraqsizlik, tentaklik. Ta'anni degan salmoqliq, temkinlik, o'zni tutilib. Shu ana degan o'zni to'xtalish, o'zni tutilish degan. وأن تنتقلوا بأنظاركم من الحاضر إلى الماضي. Yani sizlar hozirgi mushu vaqtinglardan o'tmishga menda nazar sala oladigan, bugundan alqib o'tmishga menda qaraya oladigan bo'lsanglar, bak yaxshi edi. Va illam yakun zalika min tabiati shabab. Bu mushunda qilish endi. Temkinlik, salmoqlik, o'tmishga menda bir qarab o'tib tarixga nima ish bo'lib ekan, nima ishga diqqat qilma deb menda o'zini to'xtab temkin qadam bosish bu yoshlikning alohidligidan bo'lmasmi, tabiatidan bo'lmasmi deydi. La alimtum anna hadha al-ahd alladhi yamurru bikum al-yawm. Yani hozir walau annakum munda dedi-ku, munda qilgan bo'lsanglar, hozir javobini. Albatta bilgan bo'lardinglar, mush sizlar hozir yashayotgan mush payt, mush ahd degan chog', payt, zaman, davr, vallazi tufakhiruna bihi bizga ashunda faxrlanib cho'ngchillik qilayotgan mush zamoninglar va tudilluna alayna bi ahlamihi va amanihi va tasawwuratihi va xiyolatihi va bizga mush davrning xiyollari, tasavvuratlari, arzu-armonlari shuni bilan akilayotgan mush davr deydi. Bizga o'shug'lik qilayotgan deydi. Adalla yudillu tudilluna alayna. Dalal. Adalla degan bizga akilayotgan deydi. Ahlam deganmi arzu arman. Ash amani bilan o'xshash, umniyaning ko'pligi. Qad marra bina mithluhu fi zamanina. Albatta bizmi ashunda zamonlarni ko'rganligimizni bilgan bo'ladinglar deydi. Sizlar hozir cho'nchilik qilayotgan, biz menda hayot yashayotimiz, menda davrda yashayotimiz, da'vatdan kunlarni biz allaqachon yashab bo'lganmiz. Buni bilgan bo'ladinglar deydi. Faqat kana lana shababun mithlu shababikum. Chunki
Bizning sizlarning yaşlıqlardek yaşlıqlarımız bo'lgan. Natasavvaru fihi kama tatasavvarun. Sizlar tasavvur qilayotgandek, bir narsa o'ylayotgandek biz shunday o'ylaydik. Va nufakkiru kama tufakkirun. Va nuraddidu fi anfusina va ahadithina. Biz ko'nglimizda va paranglarimizda bunda to'liq takrorlaydik deydi. Nuraddidu, takrorlaydik. Va ala aslati aqlamina va qalamlarimizning uchlarida deydi. Sizlar degan shu uchinish kerak. Ya'ni bir narsa yazsak, yoki parang qilsak, yoki ko'nglimizda bir narsa o'ylasak, zunda takrorlaydik deydi. Jami'a hadhihi al-ara'i wal-afkar allati turaddidunaha al-yawm. Sizlar hozir takrorlayotgan, davron solayotgan shunda har xil tasavvurot va fikrlarni biz yosh vaqtimizda takrorlab qo'yganmiz. Hatta tava zalika al-ahd. Biz yashab yo u chaqla, u davrlar o'tib ketib qolgan. Intava degan yo'gilib qatlishib bo'ldi degan. Tava degan qatlidi, yo'gidi degan. Yawma natwi as-samaa ka tayyi as-sijil lil-kutub. وزالت معالمه معلم degan belgilari. Shu ma'alim fi tariq degan kitobga yo'ldagi ishoratlar, belgilar va uning belgilari, izlari o'chib ketdi dedi. Va hadaat ala ithrihi tilka thawratun nafsiyyatu allati kanat ta'tariku bayna jawanihina. Javanih degan qo'rg'i degan. Ya'ni bizning mayda ko'krak qismini qoplab turadigan buloq, qo'rg'idan iborat. Javanih degan ash qo'rg'ilar dedik. Demak, ash bizning vujudimizda deymiz endi. Qo'rg'ilimizning orasida demaymiz. Mush qo'rg'ini qoplab turdi, masalan, yurak, o'pka, mush narsani qoplab turdi. Ya'ni biz vujudimizda ashunda bir-biriga elishayotgan, janglashayotgan psixiki inqilobning natijasida deydi. Keyin asta pasib qolgan. Biz ashunda hayajon, intilish urg'ib turayotgan bunda yoshlik bordi. Keyin undan asta bu pasib qoldi deydi. Elishdi degan bu. Hadat degan pasib qolgan, jimib qolgan. Ala ithrihi degan orqadan asar bo'lsa zuldu. Ithra shay degan bir narsaning oqib. Mana diqqat qilinglar. Ithrihi. As-sawra an-nafsiyya psixiki inqilob, ruhiy urg'ib turayotgan bunda inqilob degan. Demak, sildi bo'lgan shunda yoshlik, shunda narsalarni biz yashab bir qatim oldimizga o'tib bo'lgan. Biz qarilikqa unda Makkaga kelib qolmadik. Ashunda siz yashayotgan davrni yashab, oldimizga o'tib nurg'un tajriba yo'lab, ondan keldik. Biz buningdan xabarimiz bor. Yashab batgan ahvol bor. Va dakhalna g'imar al-hayat al-haqiqiyya. Biz ondan haqiqiy hayot qaynimiga kirdik. G'imar degan qaynimi. G'imar al-harb, jang qaynimi. Ashu ishiga rasmiy sho'ng'ib kirdik deydi. Sizlarmanda arzularman bilan manda qilsam, manda bo'lamiki, o'quvchisan mandadan bo'laman deb xiyol qilib, yashgan bilan biz ashunda xiyol qilib, unda rasmiy turmushning qiyinchiliklariga, xirislariga duch kelib yashab baqdik deydi. Hayatul jaddi val amal deylar. Nəhayət ciddi tutish qildigan, u chaqchaq, ya bunda nima yo'q, jiddiy qaraydigan va ishlaydigan hayot. Va nazari va ta'ammul, qarab tafakkur qildigan, ta'ammul qildigan hayot. Val xibrati va tajriba. Xibra deganmi? Tajriba. Tajriba oladigan hayotga kirdik. Fastatana an narji'a ila nufusina. Tajriba olgandan keyin, saboq olgandan keyin, endi o'zimga asta qaytib o'shimizni yig'ib olib biz. Manda ishkan bu oldirib quloq bug'dak sakilsak bo'lmaydi ekan deb, sal o'shimizni yig'ib oldik. Va nasuba ila rushdina. Aqlimizni topdik degan gap. Nasuba degan narji'a degan ma'noda. Taba yasuba degan shu qaytish. Rushd degan o'zimizningki şu aklımız, doğru yolumuz gibi. Ve nahbita bihudu'in ve sukunin ila a'maqi kulubina. Yani biz astan tişlik bilen, astığınan dillerimizden çonqur katlamlarga asta düşüp olduk. Düşüp ve nesta'rida tilkel ara'i vel afkar. Şundan biz aşı oylagan, tefekkür kılgan her göz qarashlar, fikirlerini bunda aldığımızga yeyip to'xtabdi. Bunu qaytib ko'zdan ko'chirmasak bo'lmaydi ekan deb shunda yaydiq deydi. Nasta'rid degan. Ma'rad. Ma'rad deymiz-ku. Yermanka ko'rgazma. Wal ahlami wal amal. Arzu arman umidlarni shunda oldimizga yaydiq. Bi im'anin va tadqiq. Im'an degan cho'nqurlab kirish degandek. Ya atrofli qarash. Ya tadqiqlama, tadqiq degan uyg'urcha. Tadqiqlab, cho'nqurroq atrof mulohaza qilish. Fastata'na an numayyiza solihaha min fasida. Shuni oldirma cho'nqurroq atrofliq nazar silib tafakkur qilgandan keyin, ma'vo yaxshi, arzu armon yaxshi fikr ekan, ma'vo nachar ekan deb
ayrıyaldık dedi. Ve sadikaha min kadibe. Rasulan yalgınına ayırdık. Ve ma'qulaha min mevhumiha. Akıl kabul kıldıgan, akılga muvafıklarını onun hatalardan, mevhum degan hata oylab kalgan. Hata oylab kalgan nasilden ayrıyaldık dedi. Şu mevhum dünya deymiz go. Biz hata oylab kalgan, hata tasavvur qilib kalgan dünya deymiz. Ve nuqallibal eşya'a ala cemi'i vujuhiha. Bir naslni biz hamma tarafı örüp çörüp aldırmay maslahat qilib baktık deydi. Ve nara vujuhal husni ve vujuhal qubhi fiha. Onun da bu yan örüp bu yan örgenden keyin ma taraf chiroyliken, ma taraf saatken deb ko'raldik. Ve nuvazina beyne hadihi ve tilke. Ma'ni bilan aning o'rtada silishtirib oldik. Muvazana degan silishtirish. فأخذنا بما أربت حسناته على سيئاته. Şoňlan andan yaxşılık tarapy artyqlap ketken, eşip ketkenni elep, yamanlyk tarapy kem bolgany taşlap goýduk. Zadat demek. Erba yurbi. وَاتَّرَحْنَا مَا زَادَتْ سَيِّئَاتُهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ. Yaxşılık ya alaydylykyga yaman tarapy eşip ketken narsa bolsa taşlatdyk. Tarahna degan taşlatdyk. فلا فضل لكم قط في هذا الذي تزعمون أن لكم الفضل فيه. Sizler özünüz fazilet bağdır. Yani artıkçılık bağdır da qarğan nasilde emniyette sizler artıkçılığı yok bununla. Enne lekumul fadlu fihi vahdakum min dunin nas cemiyan. Hiç kimde yok fazilet bizde bağdır oylagan aş faziletler emniyette sizde yok. Qattı degene qat deyin. Hiç. Ve innemal fadlu lişşebabi ve mizacihi ve tabiatihi ve hiddetihi. Emniyette o fazilet nimaga qaytadi? Yoshlik davriga qaytadi. Sizlarga emas. Yoshlik davriga, yoshlik davrining mijaziga, misol mijazi, xuy, feyli va tabiati va qat'iyligiga, keskinligiga qaytadi. Hidda degan keskinlik. ولا علاقة للعلم والجهل والذكاء والغباوة والتقدم والتأخر بشيء من ذلك. İlim bilen bir narsa bilish yoki nadallik yoki bilmaslik. Ziraklik bilen dötlük, g'abavat degan dötlük. Va taqaddum va ta'khir degan taraqqiylik yoki aqillik qilish deganning u ish bilan faqat munosabati yo'q. Bu ilm bilan munosabati yo'q. Yoshlik bilan munosabati yo'q, shuni bilish bilan munosabatlik. Masalan, nurg'un yosh bolalar bor, bular taraqqiy bo'lmasligi mumkin. Yosh bolalar olsa bu taraqqiy degan gap bo'lmaydi. Yosh bolalar savodsiz bo'lishi mumkin. Ba'zi her yaşanğanlığa bula her ilimini okuduğun, İngilizce bildiğin, torunun faydalanılan adam buluşun mümkün. Demek o yaşlı bilen onun yaşlığına münasebet. Yaşlıqmanlar yaşlıqmaz ya yaşlıqmaz girdim de bunda bir urgup turduğun yaşlı hareketçilik benim var, küçükler var. Lekin bunun başkası onun çetip ağlı bulmaydı. Nurgun 4 yaşlar buluşun enik. Nurgun zirek aksakallar buluşun mümkün. وَلِلشَّبَابِ خَصَائِسُ كَثِيرًا. Yaşlıkның nurgun alaydıkları var, ras. وَصِفَاتٌ مُتَعَدِّدًا. Sansızlıgan sıfatları var. اَبْرَزُ صِفَاتِهِ قِسَرُ النَّظَرِ. Yani bunun en körnerlik sıfatlarını mı? Jirakını göremezlik. Aldığınılan köreş. وَسُرَعَةُ الْحُكْمِ. Tiz hüküm kılıp etiş. وَالْعَجْزُ عَنْ اِحْكَامِ الصِّلَةِ بَيْنَ اَدْوَارِ الزَّمَانِ ثَلَاثًا. Zamanның 3 basqıçınınki o'rtadagi munosabatni müstahkam bağlaştın aciz giriş. Bu 3 basqıç nima? O'tmish, hozirgi zaman ve kelajak. فَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَصَوَّرَ تَصَوُّرًا ثَابِتًا مَتِينًا. Fəl gəlmişə, məsələn, yoki şuna boğaçqa, u, mesela yaş yigit, qanday qildi? Müstahkam, mazmut bir tasavvur qilinmaydi. Linishib qoladi. Bundan deb turaqsiz. Ennal madiya asasul hadir. Demek bunda tasavvur qilinmaydi deydi. O'tmish degan hozirgi zamonning uli deb bunda tasavvur qilinmaydi. Raus tasavvur yo'q. Va annahu manba' wujudihi. Va o'zining borligininki manbasi. O'z nereden kelgan, shu o'tmishdan kelgan. Manba degan chiqadigan manbasidir. Uyg'urcha manba deymiz. Va la yushriqu illa min matla'ihi. Hozirgi zamonning quyoshi faqatlam o'tmishning kun chiqadigan joyidan chiqadi. Hozirgi zaman şu o'tmishdan keladi demak, tutishib keldi demak. Mana kunga o'xshatib da'atidan. Va la yanbutu illa min turbati. Hozirgi kunlar faqatlam o'tmishning to'pisining ustiga andan unib chiqadi deydi. Va annal mustaqbala bi yadi tabiatil qasiya va qawaniniha as-sarima. Kelajak olsa tabiatning rahimsiz deyiladi. Qo'lida degan. Bu tabiatga rahimsiz yani nima bunda bo'lmaydi. Ha? Bu macazi bir ifodalashda turli.
Kuluda ilkida demek için. Lekin qasiya, tabial qasiya. Bu tabiatni qasiya bu demeymiz. Ve kavaniniha sarima. Sarim diyen al-qati yani keskin. Kaç kesildiğin kanuniyetleri. Ve naite rehimsiz tabiatının çangılıda demek. Gelecek, rehimsiz tabiatının çangılıda ve onun keskin kanuniyetlerinin kuluda demek için. Gelecek Allah'ın kuluda deyimiz. O tabiat diyen onun da kudreti yok. Kudret Allah'ın kulunda. Yani mani yazgalla belki tabiatının gazipe, tabiatının nümse diyendek bunda yazıldığın təsirini bağadını yazgan olsun. Gelecek Allah'ın kulunda, Allah'ın kudreti de deyimiz. Tabiat özü mahluk. Onun da bir kasva bilen muamele kılış, yani kılış, rahim kılışını sunmaydı. Kavanin, kanunun köpüklüğü. Sarım diyen, mesela kesilgan bolsa, sarım deyimiz. Es-Sarim Meslul ala Şatim Rasul degende kitap var. Es-Sarim Battar degende kitap var. Yani keskin şemşer degan bo'ldi Es-Sarim. Ve leysa şey'un aqraba ilayhi min an yatasawwara anna fi istita'i en yemhuwa bi yadihi fi lahzatin wahidatin vejhel kevni bi ardihi ve semai. Bu da kallık en yakın tasavvur nima? Bunun bak yakın bir tasavvur bulması mümkün değil. Bu yaş bütün şu cahanne, ziminin yeryüzünü, asman, zimin, muşun hemmine şunda bir paytdı lan, şunda koluyla şunda lan süpürüp yoktu talayma deb o'ylab qoldi bu yaşlar. Yani dünyani uyan buyan qilib talayma deb o'ylab qoldi. Derhal kallıkka en yakın kelgan xiyal tasavvur mushu deydi. Summa yakhluqahu halqan jadidan ala suratillati yuriduha ve yatasawwaruha. Dünyani şundalam yok tutib, men arzu qiladigan, xohlaydigan shaklda yangidan yaratalayma deb o'ylab qoladi. Ve anna fi imkanihi an yuhila turba amwahan wal amwaha turba. Turb degan turab ma'nosida. Yoki ko'plik ma'nosida, turabning ko'pligi desak bo'ladi. Yana yosh bolalar o'ylab qoladiki, endi tasavvur qilib qoldi. Men o'sha to'pilni suvga aylantirib o'talayman. Suvlarni topuğa aylandırıp alayman deb o'ylab qoladi. Amvah degan ma'noning ko'pligi. Yahjubu bi yadihi wajha ash-shams fala yanba'ithu laha shu'a'un illa bi iradat. O'zining xiyolida quyoshning yuzidan shunda qo'limni to'sib olsam, uningdan nur ya issiqlik, harorat unda kelishini to'sib olayman. Men xohlasam undan kelishib qo'yib berman deb buni o'ylab qoladi. Shu'a degan sho'lisi, nuri. وأن يرغمها متى أراد أن تمزق حجاب الليل وتبرز في سمائه. يرغمها يعني مجبور لياليدود. Argama yurgama degan majburlash, zo'rlash. Men xalqi vaqtimda quyoshni majburlab chiqirib vaqt kelmasin quyoshni majburlab chiqirib, kechining pardasini yitib tashlab, hijab degan parda, to'saq. Va tabruza fi samaihi. Kechida shu osmonga chiqidan qila olayman. Kechida quyoshni chiqara olayman deb xayol qildi. ولا يزال يتخبط في أمثال هذه التصورات والأحلام التي لا فائدة فيها ولا نتيجة لها. مشنونغ أخشاش يا نتيجة yok, ya hiç faydası yok. Kuruk arzu arman hata tasavvurlarda tengirqab, gangirab, tatu desib yürüydü öyle. Yetakhabbat degan kaskan masdasab tengirqab yurish. Hatta tatlu'a fi ra'sihi awwal tali'atin min tala'i'ish shaykhuha. Başında bimana bulmuğur xiyallar bilan yaşap, ahirda qerilikning dastlabki baş burni bo'lgan deylan. Baş burni bo'lgan narsadan eng dastlabida oqchashdan birisi paydo bo'ldi deydi. Tali'a degan biz razid dedik-ku. Mesela bir qo'shin bo'lsa, eng oldi safda minib dushman bormi yo'qmi, ha miyada tushsak bo'ldi ekan, miyada suv ekan, miyada nima ekan deb charlab mangdigan razidchi qo'shinni Tali'a deydi. Endi hozir bu qirliqning dastlabki eng oldida minib keldigan nimasi nima? Oqchach. Shunda chashdan birisi beshi asta paydo bo'ldi deydi. Niyada oqchashda paydo bo'ldi. Ha, qirliqning razvidchiklar paydo bo'ldi beshi deydi. Nima u? Oqchach. Fatahda'u thawratu. Shundan buning harakatchanligi asta pasaytirdi. Jimib qoladi deydi. Va tafturu hiddatu. Keskinligi bo'shab qoladi. Taftur degan bo'shash. ثم لا يلبث أن يسقط جاثيا بين يدي القوة الإلهية. عند uzun tumayla qirliq 40 yaşında 45 yaşlık yaşan yani 10 yıl 15 yıl ötmeyle yani ölüdü böyle. İlahi kuvvetnin çangılı aldıda tiz çök pökkedi çüdü.
Jafiyan degan unday emas, tiz cho'kidimi? Ha, tiz cho'kidi. Qur'oni Karimda va nadarul zolimin fiya jafiya. Jafa ala rukbatihi. Tizlandir desak jafa. Va quvvatu tabiiyya. Tabiat quvvati. Tabiat quvvati degan tabiatning quvvati bo'lmaydi, lekin tabiat qonuniyatlari. Qirliq bo'lgan ekan, bu qirliqdan ojizlab ketadi. Ama ölmeye kalmaydı. 100 yaşlarımda 200 geçiyorsun ama ölüdü. Ama şu kanuniyet aldı da değil. Mu'tarifen bi'aczihi ve kusuri. Özünün acizliği ve yeterlik çıklanmaydıqanlığını itiraf kıygan halette bu kadar yıkılıdı. Kusur diyen yeterlik kılanmaslık. Tuma la yelbethu. Andın uzun turmayla yelbet diyen turuş. Andın uzun turmaydı o değil. Ve firâg yedihi min kulli havlin ve kuvvetin. Yana qanday e'tirof qiladi? O'zining qo'lida hech qanday kuch-quvvat, mada, hech nima yo'qligi, shu kuch-quvvatdan quruq qolganligini e'tirof qiladi. Hatifan va qirg'incha, to'lg'incha innal kawni ilahan la astati'u muhaddatahu. Jahannam egisi ekan, men uning bilan qarshilashib bo'lmaymanman. Men bo'lammidan deb qo'yibdi. Muhadda degan dushmanlashish, qarshilash. İnnellezîne yuhaddûnallâhe ve rasûle. Allah ve Resulü karşılaşkanlar. Bunda düzgün ayette. Had degan chegara. Xuddi mesela muhadda degan mufaala. İki tarafdan olamaz mı? Mavla bir chetda, mavla bir chetda qarshi-qarshilashgandek gap. Mushaqqa bo'lsa. Ama yushaqqir rasul degan. U bir shiqda, ma bir shiqda. U bir qirg'oqda, ma bir qirg'oqda. Qarshi-qarshi jang tushishgandek. Velit tabiati sünnetun la astati'u tebdila. O tabiatning va almashtirilmaydigan qonuniyatlar bor ekan deb e'tirof qiladi. Tabiati sunnatu sunnatan. Sunnatu sunnatan. Ilahan o'ganiga bu yerda sunnatan bo'ldi. Tabiatning bir qonuniyati bor, men buni almashtirolmaymanman. Tabiatning qonuniyati emas bu. Alloh taolaning belgilagan qonun. Sunnatallohi allati qad khalat min qabl. Kunna nabtahiju bi kulli jadidin kama tabtahijun. Ey yaşlar, bizmo sizlarga o'xshash qanday yangilik bo'lsa, voy deb mushundan xushalolab ketibdi. Hozir sizlar mesela iPhone ko'tarilib xushalolab ketsango, shunga o'xshash bizmo burun unalgo, chaqirgo, bundan narsalar bilan xushalolab ketibdi. Wa nanfiru min kulli qadimin kama tanfirun. Ko'nasidan xulusida hozir yutgandek qochibdi deganman. وَنَعُدُّ الْأَوَّلَ آيَةَ الْآيَاتِ مَهْمَا سَخُفَ وَاسْتَبْرَقَ. Evvel degene jadid demek. Yenilik ne? Her kan çekinmesi olsun mu? Çupayması olsun mu? Sahufa diyen çekinlaş dediğin. İstabrak diyen mi? Şu mende. Şu bari deyimiz o. Mısır'da bari de koydu. Sen lafız ikense ya ki çekin ikense diyeyim. Şu ente bari de koysa hoşlanıp gitmem. Şu Abdullah ibn Mübarek namı bir vakalıkta mektepte ya savakdaşları arasında otagan çağda bir tane de kalemini çılap da ne yazı olaydır. Deb icazet soratken ma hada zuhdul bariddir. Bunda çakına zahirliğini okumsan buldu. İştirasan buldu. O ne soraysan? Andımda tilla başına milyon pullar kalsa da soraydığı şey yok. Bizkoy çıkıp kalsa, oy ma bizkoylar çıkıp kaldı da tanıp çağırıp birden geçsin ama. Lekin dolardan $10 çıkıp kalsa çağırdığı şey yok. والآخر نكبة النكبات مهما علت قيمته. والآخر ينقيسه كون ناس. Bu musibetlerin musibeti. Bu na kıymet kulüp kesimi ercimez nasa o. Musibetul masaib diyeyim. Ötken dersimiz çıktı nekbeli. Ve nefusa kadruhu. Kadir kımmeti na ite nefis kulüp kesim. Nefis sana temiz kız. Nefis na çıraylık. Kadri kıymetine saz diyemanda. La li annana vazenna beynehuma ve fadalna beyne mezayahuma fehakemna aleyhima. Bunun yenilik ne? Bunda çoğun bilip, konuna tön küreş, bu bizden iki narsini seliştirip, manda alazik varken, mandaken diyen seliştiriştin emas bu. Bel li annana kunna qaribil ahdi bi zamani tufula. Belki bunun sebebi nima? Biz balalık davrimizdan tahi yeni çıkan boğaçqadi. Tüyen küçük balı ittin sen. Hem de onda bağlanırken bu küçük balının tabiiyetinden kirip çıkan narsa bu. Şükün seliştiriyor, ben mağanın Allah'a dikkat edersin. Mesela turdu üstüranı küreşken diken bu mumay, bu ayılımı, bu balan bu obdan narsa iker ras. Bunun telefonunda şunda ters kürüştük avazlamam. Adir mağanada kayrap turup közükenimiz bu. Yaxşı narsa iken, manda seliştiriyorluk demez. Bu fakat lan şu küçük balılık tabiiyetten kirip çıkan narsa. Vattıflu seri'ul melel. Küçük bal diyen sizde zirikkek.
Kathiru saama zirikish ko'p deydi. Saama malal ikisi. La yasbiru ala lu'batihi akthar min yawmin wahid. Bir o'yinni o'ynasa shu bir kun kechgacha aran chidab o'ynashi mumkin. Ertasi zirkidan undan deydi. Thumma yamalluha fayaksiruha yastabdilu biha. Ondan undan zirkep, uni sundirib, uni almashtirdi. Shunga yoshlardagi koni foydali narsadan foydalanmay bu degan konida tashlatishimi bu kichik balliq tabiatdan kelgan narsa. Va kunna mula'ina bit-taqlidi wa la'akum bihi. Biz do'rimichilikda sizga o'xshash ashunda do'rashga mabtun bo'lganlardik. Wala degan mabtun bo'lash. La nakadu na'rifu li anfusina suratan khassatan tartakizu alayha a'maluna fil hayat. Bizning ishlarimiz markazlashadigan ma'lum bir suratni bilmaydik. Biz ma'nosiga kuchimizni markazlashtirsak bo'ldikan deb bunda bir narsa bilmaydik. Bal kanat tamurru bina jami'u suwar ala ikhtilaf anwa'iha wa alwaniha. Balki butun suratlar xilma-xil, turlik bo'lishi qaramay, rangarang bo'lishi qaramay oldimizda bunda o'taverdi. فنلتقطها بأسرع مما يلتقط الفيلم صوره. Filmda masalan negativda, filmda resim tatmizmi? Ças resim tatqandim bakrak biz oldimizda o'tgan narsani g'ach qilib elib olib to'xtaydi. Nimani ko'rsak, shuni g'achchida eliblam do'rab taqlid qilib to'q. Kana fada'u hayatina ma'malan li tajaribil hayati va ikhtibaratiha. Hayotimizning bo'shliqi, yoshlik vaqtida bunda bo'sh vaqtli javob ama hayotimizning bo'shliqi nima bo'lgansa, hayot tajribalari va sinoqlarning tajribaxonasi bo'lgan dedi. Ma'mal degan tajribaxona. Ya'ni amal degan nima? U amal masdar ism makon degandek bu ishlaydigan joy demaslar. Endi arablar shuni ishlatadi. Ma'mal degan tajribaxona. Va kana al-arifu minna bi lughatin ajnabiyyatin la yalbatu an yaftatina biha va bi ashabiha iftinanan shadidan. Biz o chet el tildan birini bilib qolganlarimiz uzun o'tmaylan cho'ng bilib uni mabtun bo'lib ketdi. O chet el tilining egillarigami shunda mabtun bo'ldi. İngiliz tili İngiliz. Endi İngiliz olsa hammasi o'zini urib shundanda, men shunda bo'lsam ekan deb ulga qilib olgan bo'lib ketdi. Ananda so'zlarda bir og'iz xanzucha ya ingliz so'zini aralashtirib deb qo'ysa u no'chilik. O zamonaviylashganligini, bilimligining isboti bo'lib qoldi. Rubbama hamalahu ala ihtiqari lugatihi. Bu ish balki o'z lug'atini to'n ko'rishga ilib berishi mumkin. Va tarixiha, o'zining tarixini to'n ko'rdigan qilib qo'yishi mumkin. فيترفع عن ذكر رجالها وعظمائها في أحاديثه واستشهاداته. استشهادات degan biran aslında bir misalga akib qolsa, masalan mundaq deb misal qilib so'zlab qolsa, tilga olib qolsa, shunda misal qilishlarda, o'zining paranglarda, o'zining kattalaridan, o'zining cho'nglaridan numus qiladigan bo'lib qoladi deydi. Onun tilga og'iz kelmay, misalga og'iz kelmay bunda cho'ngchilik qilgan bo'lib qoladi. Xuddi o bir numus qilgan odamdek. Masalan, milliy tariximizdan misol verish, o bir misol qalaqlik his qildirib qo'ydi deb numus qilib, endi bunda Einsteinni, uniki Yevropaning bunda mutafakkir faylasuflarning birasini, Francis Bacon masalan, Nietzsche bunda desam buni aytdi, bilimli taraqqiy odam bo'lib qoladi. Yataraffa degan o'zimda ustun tutoladi deyman. Va yaskharu minhum kullama jara zikruhum ala lisan ahadin ghayrihi. O'zidan boshqa odamning og'zida, tilida birasi tilg'ilib qolsa, shu millat cho'nglaridan birasi masxara qiladi. La li'annahu yafhamuhum aw yafhamu ghayrahum. Bu masxara qilishi, cho'ngchilik qilishi ularni to'g'ri tushunib, yoki boshqalarni tushunib, selishtirib, buning ancha unda tilga og'zligi yo'q deb baholaganligidan emas. بل لأنه كان غرا غريرا يحتقر كل ما في يده ويستعظم كل ما في يد غيره. Belki o oldin ketgan bir kishi bo'lg'achqa. G'arran degan, ya'ni mag'ruran degan. G'arranga o'xshash, mag'ruranga o'xshash. Bakrak mubolig'ma bu. G'arran, g'ariran. Oldin ketgan, qo'ylab ketgan. Undan zillan zalila deymiz-ku. G'arran, g'ariran degan bu baklamamda oldin ketgan, gullinib ketgan kishi bo'lg'achqa boshqalarning qo'ldagini cho'ng bildigan, o'zining qo'ldagini to'ng ko'rdigan, bunda bo'lib qoldi. Walam na'rif illa ba'da zawal zalikal ahd. Ashu chaqla o'tib ketgandan keyin andin bildik dedi. Uning ichi bilmadik. Annana kunna muxtiina fi jami' hadi tasawurat wal afkar. Biz o'zimizning mush tasavvurlarda va fikrlarda xatolashganligimizni ashu
davr o'tib ketgandan keyin antin bildik. Va anha lam takun aqaida rasikhatan fi nufusina. Bu tasavvurlar, bu fikrlarning bizning kallamizda mazmun o'rnab ketgan aqida emaskan bu. Bal ashbahan va suwaran. Balki ko'langi va bunda bir suratlardan iborat narsaligini bilib yetdik, tunib yetdik deydi. Ashbah degan ko'langi, masalan, bunda jiroqdan bir-biriga o'xshaydiganroq bir enib qolmagan bir narsa bo'lsa, shabah deymiz. Yani shabah degan alvas degan bo'ldi. Ezitqo alvas degan ma'no. Yani bunda bir narsaning gavdasida enib qolmagan bir narsaning jiroqdan qarasak bu bir daraxtdek ko'ramiz, tamam? Yaqin berib qarasak nima ko'rindi? Adam chiqishi mumkin. Tataraa fi samai hayatina. Bizning hayotimizning osmonida ko'rinadigan shunda ko'langa va suratlardan iboratgan deb tunib yetdik. Fa na'jabu biha. Shundan biz ashuna ko'langini ko'rib qolsak bizga bek yarab ketadi deydi. Fa na'jabu biha degan biz yaratib qolamiz. Wa nastatiru farahan va sururan bi jamali manzariha. Uning ko'rinishining go'zalligi bilan xushalligimizdan uchib ketamiz deydi. Wa bahjati alwaniha. Ranglarining ko'rkamligidan deydi. Bahja degan ko'rkam. Hadaiqa zata bahjatin. Adamni xush qildigan ko'rkamlik. Fasbahna mu'tadilina fi ara'ina. Biz xato o'ylab tutganmiz deb tunib yetgandan keyin, ondan bizning ko'z qarashlarimizda sal mo'tadillashdik, normallashdik. Burunqidek bugudek seklaydigan tabiatimiz tugadi. Muttaidina fi ahkamina. Bir narsa hukm qilishda sal o'zimizni to'xtatib oldigan, salmoq bo'ldik. Muttaid degan shu ana tu'da degandan kelgan. Salmoqlar, tamkinlik, o'zini tutilish. Ta'ada yattaidu, muttaid. Nuhibbu hurriyatal mar'a. Biz ayollarning erkinligini yaxshi ko'rdigan. Walakinna nakrahul mughalata fiha. Endi yosh bolalar ayollar erkinlikka deb davron soldigo. Lekin biz o'zimizni to'xtab olgandan keyin ayollar erkinligi degan gaplar bu zahar gapkan bu. Yoki boshqa bir ma'ni maqsad qilingan so'z ekan deb to'xtan. Ayollar erkinligi bu yaxshi narsa, lekin bunda ashurasak bo'lmaydi deb o'zimizni turmizib oldigan bo'ldik deydi. Wa na'khudhu mawaddal madaniyati wal hadarati min al umam al mutamaddina. Yoki mutamaddina desak bo'ladi. Madaniyalashgan millatlardan, ummatlardan madaniyat va hazarat moddalarini qabul qilamiz deydi. Olamiz. Walakinna la nuqalliduha. Lekin biz ularni do'rimaymiz. Wa nuhibbu adab al g'arbiyyin. G'arbliklarning adabiyotini yoqtiramiz. Shakespeare'ning yoki nimalarni o'qishimiz mumkin. Shundami? Yoqtiramiz. Va na'jabu bi udabaihim va ulamaihim. Ularning adiblari va ulamolarini yoqtiramiz. Walakinna la nahtaqiru min ajli zalika rijal tarixina. Lekin anda qilganligimiz uchun biz o'zimizning tarixi o'tirib chiqargan shuna o'g'illarımızning ish izlarini yoki shularni unda to'yin ko'rmaymiz. Kunna na'taqidu annana khayrun min abaina va ajdadina. Biz ota-bobolarimizdan yaxshiroq deb o'zimizni shunda chaqlaydik. Va awsa'a minhum ilma. Ulardan bakrak bilimlik va aqwa idrakan, bakrak tushundigan. Ashunda chaqlaydik. Va rubbama taqadna fil kathir minhum. Balki biz ularning ko'pinchisini mandama e'tiqod qilib qolgan edi. Kama ta'taqiduna fina al-yawm. Xuddi sizlar bizni ashunda o'ylayotgandek, bizmi ota-bobolarimizni shunda o'ylagan. Kama ta'taqiduna fina al-yawm degan qisturma jumla. Annahum jahiluna aw mukharrifun. Ota-bobolarimiz jahil xalqlar, nadan xalqlar, bilmaydigan xalqlar yoki muharrifun degan aqldan sal ezib oljoq so'zlaydigan bo'lib qolgan xalqlar. Xurafiy gapni qiladigan, ashunda oljoq so'zlaydigan kishilar deb o'ylaydik deydi. İlla anna zalika lam yakun yamna'una min an nahfaza lahum manzilatal ubuwwati wa karamataha. Lekin shundadimi? Ashuna o'ylasaqmi, bu o'yimiz bizni ular qarta otliq martabasi va izzat ikromini saqlab qolishimizdan to'sanmaydi. Hurmatlaydik, izzatlaydik uni shundadimi? Ha deb qo'yib, ondan o'zimizning bilgini qildik. Lekin ularni takallishib, ko'nib qaraya, döt deb unutmaydik. فلا نلقبهم بلقب من هذه الألقاب التي تلقبوننا بها. Sizlar bizga laqab qo'yib, endi kamsitayotgan laqablarni biz ota bo'limizni qo'yib boqmagan. ولا نذكرهم في حضورهم أو في غيبتهم بكلمة سوء تنغص عليهم ما قدر لهم أن يقضوه بيننا من أيام حياتهم. Ularning bayirda ya yo'q yerda bo'lsin, ularni bir og'iz yomon gap bilan tilga olmaydi. Bu yomon gap qanday qildi? Tunag'is alayhim. Ularni ko'ngilsiz qilib qo'ydi, bahs qo'ydi,
xafalık qo'yib qo'ydi. Ma quddiralahum ayaqdu baynana min ayyam hayatim. Ularning hayatining qolgan qismini bizning aramizda o'tkazishi nisb bo'lgan ash kunlarni ko'ngilsiz qo'ymaydi to'xtay. Ya'ni ömürden qolgan kunlarni ko'ngilsiz qilib o'tadigan unda bir og'iz gapni qilib qo'ymaydi. وكان شأننا معهم في برهم وإكرامهم واحترام عقائدهم ومذاهبهم. Bizning ular bilan qilgan ishimiz shuki deydi. Ular yaxshilik qilishda, izzat qilishda, aqidasiga hurmat qilishda va tutgan mazhabiga hurmat qilishda, ma'attisa'i masafatul khilafi baynana va baynahum. Sizlarga xilafmi? Xulfi yoki xilfi. Xilaf desak de ham chiqoldi. Biz ular o'tirda ixtilof dairasini kengayib ketgan bo'lsa-mu, biz ularni izzatlashda, hurmatlashda sha'ni Xolid ibn Abdullah al-Qasri amirul Iroq. Iroq amiri Xolid ibn Abdullah al-Qasrining tutgan yo'lini tutdi. İlkana Masihiyan fa aslama va hasuna islamu. O xristiyandı, musulmon bo'lib, musulmondachilikni obdan bo'lib ketdi. Va kana abuhu la zala ala dini. Dadisi o'zining xristian dinida qolib qolgan. Fatalaba alayhi an yabni lahu bay'atan fi qasrihi yaqumu fiha bi ada'i wajibatihi diniyya. O'g'lidan talab qildi. Qasringda menga bir nima sappagan, chirkovdagi yoki ibodatxonada gunoh sappagan, men shunda o'zimning diniy ibodatlarimni qilay deb talab qildi. Fabanaha lahu kama arada. Shundan u musulmon Hristiyan dadisqa shuni yasab beribdi. Bay'a degan ibodatxona. Shu Yahud Nasaralarning ibodatxonasi kanisa, bay'a. Yahudilarning deymiz bay'a deb. Chunki Qur'on karimda va bi'un deb bor. Va bi'un va salavatun degan bo'yi sapiribdi. Va lam yan'a alayhi sha'nan min shuni tula ayyam hayati. Ömür bo'yi uning ishlaridan biror ishni uning ayblab boqmadi, tanqid qilib boqmabdi. Hatta zahaba ila robbi, o'lganga qadar. Balkim buning qilgan to'g'rido yo to'g'ri emasdi, vallohu alam. Endi xristianlar desa, cherkovdan sapas bo'lamdi, bo'lmamdi, shar'iy tarafdan taqishi mumkin. Lekin bu hozir demoqchi bo'lganimda, shunda bir hurmatlab, izzatlab, bunda o'tgan to'q demoqchi. Hozir bu yerda dinga muxolif bo'lib, cheklangan ishmi yo emas, buni tekshirib chiqish kerak. Ondan bizning umimizdan dada Allohning buyrug'iga taqishib qolmaydigan ishlar buyursa, qilish talab qilinadi. Lekin bu yerda shirkat qilish Allohning umumiga hozir taqishidi. Allah hozir o'zining ibodat qilishga buyurgan, ama. Lekin bu yerda bu shirkatga kirib, men bilan ibodat qilishibdi desa taqishibdi. Bu sapiribdi. Sapirish hamda nima ko'rib taqiladi? Musulmon bir ishchini shirkat qilish, binokorlik, yog'ochchilikga ishlamchilikka yollasa, ishlabas bo'lamdi, bo'lmamdi degandek bu fiqhiy talashlar bor. Lekin men demoqchi bo'lganim, shundamda hurmatini qilib, boshqa bir dinda bo'lsa-mu, izzatlab cho'nglarni nima qildi? Ota-onani bunda hurmatlaydi, yaxshilik qildi demoqchi ekan. Balki bizga ulgu bo'lmas bu. Zalika ma nadra alaykum fihi an tahfazuhu lana. Bizmi sizlarga bizga bunda bir hurmatni saqlab qolgan bo'lsangiz ekan deb yalvirdigan narsa shu deydi. Tadarra degan yalvirishqa. Udu robbakum tadarru'an va khufya. Kama hafiznahu min qablikum li abaina va ajdana. Biz sizdan burun bizning ota-bobolarimizga saqlab kelgan hurmatni bizga saqlanglar deb yalviramiz. Va zikru annahu sayati alaykum zalikal yawmul ladhi alayna. Bizga hozir beshimiz bir kun keldi. Sizlar hurmatsizlik qilyapsizlar bizga. Bilinglarki, eslanglarki, cho'qim sizlarga bizning beshimiz kelgan mushkun cho'qim keladi. وأنكم ستكرهون فيه أن يعاملكم أبناؤكم وأحفادكم بمثل ما تعاملوننا به اليوم. Uzak qalmay, satakrah sin mishadi. Uzak qalmay, pat arada siz bizga qilayotgan mush muomalani bolalaringlar, nevri-chavralaringlar sizga qilgan chaqda siz yoqtirmaydigan bir kun keladi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.